O'zbekistonda yagona bo'lgan eng ekonom pechkamiz soatiga 800 gramdan rasm qilingan holda yoqilg'isi nimadan deganlar uchun hozir to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz akalar. Buning ichida mahsuloti pilet deb ataladi. YouTube'ga yozsalaring pilet deb yozsalaring chiqadi. Buni kilosini hozirda 4000 so'm, 3000 so'm bo'lyapti. Xo'p, buni to'liq ma'lumotini hozir ko'ryapsizlar, yonishlariga bitta e'tibor berib tursa, juda ham bitta xonani bemalol so'radi. 4 ga 5 mehmonxonalarda 4000 so'm, 2000 so'm, 2000 so'mdan ham bor, hamma yoqqa yonaveradi. Yerda bunaqa buchaqa ham yonaveradigan xondan bo'ladi akalar. Bundan tashqari bu tomonda terilyapti. Narxi 2000 so'mdan chiqdi. Kechagina video qo'yganimizda narxini chiqmagan edi. Ana bugun 2000 so'mdan chiqdi. Shunga zarur bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Faqat oluvchi akalarimiz telefonga chiqsa yaxshi bo'ladi. Sababi oladigan, yo'qmaydigan akalarimiz uchun telefonni ko'tarolmaydigan holatlarimiz ham bo'lib qolyapti. Telegramdan yozsalaring ham bo'laveradi. Shu nomerlarda telegramimiz ham bor. Aloqaga chiqish esdan chiqmasin. Manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidan. Tashqari ekonom bechkalarimiz 850 ming so'm kiraskaligi, kiraskasiz variantlari 750 ming so'mdan. Xohlasa aloqaga chiqish esdan chiqmasin, aloqaga chiqaverasizlar.